Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar hamda hurmatli masofaviy ta'lim shakli birinchi, ikkinchi bosqich talabalari. Sizlar bilan bugun biz LMS platformasida taqdim qilingan topshiriqlarni yuklab olish, unga javob tayyorlash va qayta yuklash bo'yicha topshirig'imizni ko'rib o'tamiz. O'zimizdagi mavjud qidiruv tizimiga yozamiz. LMS barchamiz bilamiz. kakantuni.uz. Bu yerda har bir talabaga o'zi uchun login parol taqdim qilingan. Juda ham ko'plab talabalarda pasport seriya va raqam hisoblanadi. Shulardan mana bittasini kiritib ko'ramiz. Marhamat. AB hop. Mhm. 504. Mhm. Demak, mana tizimga kirib oldik. Ko'rishingiz mumkin. Tizimga kirib olganimizda ushbu talaba birinchi kurs hisoblanadi. Siz birinchi yoki ikkinchi kursligini quyerdan bilib olishingiz mumkin. 6-guruh, 24-yil. Demak, bu birinchi kurs. Demak, ko'rishingiz mumkin, mana bu jarayonda talaba bu semestr, ya'ni ikkinchi semestr davomida 6 ta fanni o'zlashtiryapti ekan. 6 ta fanlardan ko'rib o'taylik. Ma'lum bir fan misolda, bitta topshiriq misolda ko'rib o'taylik. Mana shu jarayonda qo'shimcha shaklda aytib o'tishligi mumkin, hurmatli talabalar. Demak, har bir fan nuqtai nazaridan sizga 40 balli topshiriq yuklanadi. Ya'ni bularni o'qituvchilar ikki qismga bo'lib olgan. Birinchi va ikkinchi topshiriqlar misolida har bir fandan siz yig'ishingiz mumkin 40 ball, ya'ni LMS platformasidan. Xo'p, 20 ballni esa oraliq imtihonda o'zlashtirdingiz, 40 ball esa universitetga kelgan jarayoningizda o'zlashtirasiz, ya'ni yakuniy imtihon shaklida. Demak, bitta fan misolida ko'rib o'taylik. Xo'p, jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi fani misolida ko'rib o'tamiz. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, fan ya'ni 17 ta darsdan iborat. Shundan 17 ta darsdan 15 ta dars joylangan. Xo'p. Demak, ko'rishingiz mumkin, fanning taqriban holatidan kelib chiqqan holatda 7 yoki 8 mavzularga bizga topshiriq yuklangan va mana ko'rishingiz mumkin, yuqorida ta'kidlaganimizdek, 7-topshiriqda, ya'ni 7-mavzu emas, 8-mavzuga bizga topshiriq yuklangan va shundan talaba, ya'ni yuqorida aytib o'tgan talabamiz hali topshiriqni yuklamaganligi sababli va baholanmaganligi sababli 0% turibdi. Xo'p, baholanishiga esa qisqacha mana shu jarayonda qo'shimcha qilib aytib o'tib ketmoqchiman. Muddat yakunlanmagunga qadar baho ko'rinmasligi, ya'ni aks etmasligi mumkin. Shuning uchun muddat menimcha maygacha aytib 18-maygacha etib belgilanganligi uchun o'qituvchi mana shu muddat tugagandan keyin baholashligi mumkin. Shu joyiga xo'p, sabrli bo'lasizlar. Demak, kiramiz. Demak, ko'rishingiz mumkin, mana shu jarayonda yana bir ma'lumot sifatida sizlar uchun qo'shimcha qilib ketaman. Agar sizga topshiriq yuklangan bo'lsa, sizga namuna beriladi. Agar bu yerda namuna bermagan bo'lsa, bu hali topshiriq yuklanmadi degani. Xo'p, demak, ko'ramiz. Darsga doir, ya'ni bu yerda mana 151 kilobaytli bizga PDF fayli berilgan. PDF faylini tahrirlashning imkoniyati yo'q. Biz yuklab olamiz topshiriqning shartlarini. Yuklab olyapmiz. Xo'p, jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi fanidan xo'p, talabalar uchun mustaqil ta'lim topshirig'i aks etgan va tayyorlangan. Xo'p, ana endi biz buni tahrirlashimiz imkoniyati yo'q, lekin biz buni osongina, men sizlar uchun foydali tomonini ko'rsatib o'taman. Ushbu PDFni aynan shu jarayonda foydalanishlik uchun o'zimizdagi qidiruv tizimiga kiramiz. Istalgan Google bo'lishligi mumkin, Yandex, iPhone'chilar uchun Safari bo'lishligi mumkin. Shu yerga bizdagi faylning nomi nima edi? PDFmidi? PDF to Word deb yozadigan bo'lsak, bizning PDF faylimizni juda ham qisqa vaqtlar ichida tekinga Word shakliga aylantirib beradi. Demak, bosamiz. Juda ham ko'plab biz uchun mana namunaviy saytlar chiqdi. Men juda ham ko'pidan foydalanib ko'ramiz. Masalan, birinchida chiqqani I Love PDF ham juda ham yaxshi xizmat ko'rsatadigan platformalardan biri. Kiramiz. Faylni biriktiring deyapti. Bizning faylimiz adashmasam рабочий stolda edi. Mana ko'rishingiz mumkin, fayl biriktiring. Konvertatsiya jarayoni, konvert. Fayl tayyor. Ana endi tayyor bo'lgan faylni biz yuklab olib tahrirlashimiz mumkin bo'ladi. Рабочий stolga
Jismoniy tarbiya fanidan. Hop. G. Meliboyeva. Eva deb saqlab oldik. Nima uchun desak, tartiblashlik uchun. Tartib yaxshi narsa baribir. Mana ochamiz Word faylimizni. Demak, ko'rishingiz mumkin, hurmatli talabalar, mana bizning yuqoridagi PDF faylimiz yozish mumkin bo'lmagan fayl edi. Ana endi biz buni nima qilishimiz mumkin? Tahrirlashimiz mumkin. Ana endi yuqorida o'ng tomonda razlashtir redaktorovanniy, ya'ni yozishga ruxsat berasizmi? Razlashtir redaktorovanniy tugmasini bosamiz va hop, qismu modeli fikringizni bayon eting. Ta'lim muassasalari jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari va vositalariga misoliga biz mana bu yerga biron bir o'zimizning javobimizni nima qilishimiz mumkin? Kiritib o'tishligimiz mumkin bo'ladi. Hop. Endi mana bu jarayonga, ya'ni bizga uzoqdan masofadan kelib, ya'ni qadam bosib kelgan talabalarning hurmati yuzasidan bularga oson va eng zo'r samarali to'ldirish yo'llaridan bittasi, ya'ni namunaviy qilib ko'rsatib beraman. Bu aynan to'g'ri degani emas, lekin siz bilan biz uchun ko'makchi hisoblanadi. ChatGPTga shunday topshiriqni beramiz, u bizga qisqa vaqtda tayyor javoblarni tayyorlab beradi va ma'lum bir jarayonni tahrirlab yuklab qo'yishligimiz mumkin. Kimlargadir qulluq qilib, pul berib yuklatishingiz shart emas. Demak, bu yog'ini tomosha qilasiz. O'zimizdagi qidiruv tizimiga kiramiz. ChatGPT kiramiz va bizda fayl bor. Faylni biriktirib olamiz. Загрузиться kompyuter yoki mobil qurilma. Kirib, bizda rабочий stolda bor edi. PDF faylni yuklayveramiz. Chunki PDF faylni xizmat ko'rsatishi tezroq va samaraliroq bo'ladi. Hop, yoki Word fayl. Word faylni yukladik. Assalomu menga ushbu shunaqamidi? Ismi modelini to'ldirishda amaliy yordam bering. Javobingiz uchun oldindan rahmat. Va mana qisqacha qilib bu yerda iltifot ma'nosida yozdim. Chunki oddiyroq oladigan bo'lsak, bu ham sun'iy intellekt, lekin bunda ham his tuyg'u yo'q bo'lishligi mumkin, lekin sen bilan siz degan ma'nolarga qarab turib, agar sinab ko'rishingiz mumkin, turli xil xizmat ko'rsatadi. Buni biz avvalgi darslarimda ham, video darslarimda aytib o'tganmiz. Sizda bu albatta ijobiyroq ma'lumotlarni va natijalarni taqdim qiladi. Shuning uchun bir ilmiy nuqtai nazardan siz deb murojaat qildim. Marhamat, javobni ko'ramiz. Bizdan ko'p vaqt talab qilmaydi, biroz vaqt talab qiladi. Mana jarayon amalga oshirish boshlandi. Imkoni bo'ladigan bo'lsa, biz bu yerga hozir talab qo'yamiz. Ya'ni buni yana Wordga ko'chirib o'tirmaymiz. Tayyor Word fayl qilib yuklab olishga menga yaratib berdi. Shunday Wordni tayyorlab beradi va ism, familiyani kiritib yuklab qo'yishligimiz mumkin. Va ma'lum bir joylarini nima qilamiz? Albatta, o'zimiz uchun ko'rib qo'yamiz. Mentalitetimizga, dinimizga va ta'lim shaklimizga to'g'riligini tekshirib qo'yamiz. Albatta, yana shu jarayonda mutaxassis sifatida aytib o'tmoqchiman. Sun'iy intellekt taqdim qilgan ma'lumotlar 100% to'g'ri degani emas, lekin bu ham siz bilan bizdagi bor ma'lumotlar asosida ma'lumot shakllantirib beradi. Faqatgina sizga bir yo'nalish uchun tayyorlab berdi. Albatta, o'zgartirish qilsangiz bo'ladi. Xo'p, namunada berilgandek shakllantirib, yuklab olish mumkin bo'lgan fayl Word qilib yaratib bering. Mana ko'ring.
Ho'p, jarayon amalga oshirilyapti, chunki biz bunga topshiriq berdik. Word fayl qilib yuklab berganligimiz uchun уже biz avvaliga bergan namunamiz tahlil qilyapti va e, taqriban aytishligimiz mumkin, bizga bergan ma'lumotlarimiz asosida, ya'ni o'zining bergan ma'lumotlarini Word shakliga tayyorlab bermoqda va Word shakli tayyor. Yuklab olamiz. Ha, Robusturga suv modeli topshiriq deb yuklab berdi. Endi imkoni bo'lsa ko'ramiz. Bu 100% to'g'ri tayyorlab berdi degani emas, balki bizga namunadagidek bo'lmasligi ham mumkin. Va mana ko'rishingiz mumkin. Menimcha, yuqorida aytib o'tganimizdek, ushbu modelga nima qildi? Joylashtirib berdi. Endi bizga bergan, hop, namunani bitta ko'rib chiqamiz, ya'ni ustoz bergan namunani. Ko'p chidamlilik, tezkorlik, egiluvchanlik va epchillik degan hop savollarni berilgan ekan. Hop, ko'ramiz. Yana barcha savollarga menimcha javob bera oldimi? Menimcha mana ushbu modeliga sola oldi. Hop, yuqoriga qaytamiz. Mana. Hop, endi mana bu yerda mana ko'rishingiz mumkin. Har biriga fikringizni bayon eting, har birini alohida qilib bergan bo'lsa, hop, ikkinchi toifada jadval asosida quyidagi mavzularni yarating deyapti. Ikkala usulni, ya'ni yuqorida aytganimizdek, ikkitasini bu bittada qilib taqdim etdi. Endi topshiriqda esa alohida qilib ko'rsatish kerak ekan. Bu esa hop, hajm nuqtai nazaridan joyni chegaragan va vaqtdan unumli foydalangan holatda bir vaqtning o'zida ham javob berdi va uning modelga solib berdi. Imkoni bo'ladigan bo'lsa, hop, talabamizdan ruxsat so'rasa yuklashligimiz yoki bir marta o'qib chiqib qayta yuklab qo'yishligimiz mumkin. Yuklash jarayoni esa keyingi qismlarda ko'rsatib beramiz. Men shu joyga pauza qilib qo'yamiz. Hop, hurmatli talabalar, demak ko'rishingiz mumkin, yuqorida bizga topshiriq nuqtai nazaridan qo'yilgan ekan. Hop, ya'ni talaba, ya'ni topshiriqni bajaruvchi talaba faoliyatdan kelib chiqqan holatga o'tkazilgan topshirig'i yoki faoliyat nuqtai nazaridan rasmlar bilan izohlang debdi. Biz rasmlar joylashtirishlik uchun oddiy elementdan foydalanishga harakat qilamiz. Ya'ni copy paste, ya'ni kitirilsa kitiriladi yoki bo'lmasa vstavka bo'limiga o'tib, risonuchdan etud устройство yoki kompyuter yoki mobil qurilmangizdan rasmlarni belgilab olishligingiz mumkin. Bizning rasmlar загрузка bo'limi Telegramda bo'lganligi uchun hammasini belgilab ketirilib va stavить tugmasini bossak bizga joylanadi. Mana stavить tugmasi va joylandi. Biz avval joylab qo'yganligimiz uchun buni Ctrl Z qilamiz, mana qaytdi va bizning topshirig'imiz tayyor. Endi buni biz Word shaklida yuklaydigan bo'lsak, imkoniyat berilmagan. Sababini aytamiz, qaytib o'tamiz bu yerga. Hop, mana bu yerda siz yuklashingiz mumkin bo'lgan fayl PDF, JPEG, PNG ekan. Demak, bizda hozir mavjud fayl, biz shuncha ma'lumotni JPEG yoki PNG qilamiz. Bizda faqatgina imkoniyat bor PDF fayl. Va shu bilan bir qatorda izoh keltirib o'tilgan 10 megabaytdan oshmasin. Agar saqlab ko'ramiz, 10 megabaytdan oshib ketadigan bo'lsa, rasmlarimizni qisqartirishga yoki bo'lmasa ma'lum birlardan voz kechishga harakat qilamiz. Demak, Wordga qaytamiz. Fayl, saqlayni qilyapman, sababini aytaman. Hujjatni yana asl holatda qolishi va qayta saqlashligim uchun kerak bo'ladi. Saqlayni kak. Rабочий stol. Hop. Jismoniy tarbiya G. Melibayeva. Va mana bu jarayon juda ham ko'plab talabalardan iltimos bo'ladi. Juda detalni, ya'ni elementarniy narsa emas, ya'ni lekin izoh sifatida aytib o'taman. Mana bu yerda document Wordga bossangiz PDF shakli bor. Unga juda ham chuqur nima o'ylanish shart emas. PDF saqlanish. Va bizdan soniyalar ketadi va bizning hujjat mana PDF shaklda tayyor bo'ldi. Va endi buni yuklab qo'yishligimiz mumkin. Faqatgina buni hajmini ko'rib olamiz. Xo'p, ko'ramiz. Sichqonchaning o'yin tugmasi, svойства va hajmimiz 256. Juda ham yaxshi, maqsadga muvofiq. Agar ruxsat bersangiz. Ha. Ha, yuklash tartibini ko'rib o'tamiz. Mana bu yerga bir marta chertsangiz, telefon yoki mobil qurilmada bo'lishligi mumkin. Bu ixtiyoriy, aynan kompyuteringiz bo'lishligi shart emas. Lekin kompyuterda bo'lsa maqsadga muvofiq va tezroq va samaraliroq bo'ladi. Bosamiz. Bizning hujjatimiz рабочий stolda edi. Xo'p, рабочий stoldan G. Melibayeva jismoniy tarbiya deb saqlagan edik. Hop, mana bizning faylimiz открыть tugmasi va tasdiqlash. Va mana ko'rishingiz mumkin, bizning fayl va topshirig'imiz bajarildi. Bizga ketgan vaqt umumiy hisobda, ya'ni keraksiz vaqtlarni olib tashlasak, bir 10 daqiqaga ham bormadi.
endi uni qayta tahrirlash yoki bo'lmasa uning ta'limga, dinimizga, mentalitetimizga va biz o'rgatgan metodlarga moslashish uchun esa 2-3 daqiqa qo'shsak yoki bir soat qo'shsak ham sifatliroq ma'lumot, topshiriq tayyor bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' va salomat bo'lasiz. Sizlar uchun raqamli texnologiya matematika kafedrasi o'qituvchisi Yo'ldoshi